Assalomu alaykum. Yurtimizda kuzatilayotgan yuqori issiq havo sharoitida O'zbekiston yagona energetika tizimida yozgi mavsum uchun elektr energiyasi iste'moli bo'yicha yangi rekordlar qayd etildi. Xususan, 2026-yil 13-iyul kuni sutkalik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 281,5 million kilovatt-soatni tashkil etdi. Respublika bo'yicha sutkalik elektr energiyasi iste'moli esa 278,6 million kilovatt-soatga yetdi. Bu o'tgan yozgi mavsumda qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdan 6 million kilovatt-soatga yoki 2,2% ga ko'p. Ma'lumot uchun, avvalgi yozgi rekord 2025-yil 18-iyul kuni qayd etilgan bo'lib, o'shanda sutkalik iste'mol 272,6 million kilovatt-soatni tashkil qilgan edi. Bundan tashqari, havo haroratining oshishi munosabati bilan yaqin kunlarda elektr energiyasi iste'moli va tizim yuklamasi bo'yicha yangi rekord ko'rsatkichlar qayd etilishi kutilmoqda. Yuqori iste'mol davrida elektr ta'minotini barqarorligini ta'minlash maqsadida energetika korxonalari tomonidan kuchaytirilgan ish rejimi joriy etilgan. Hududlarda navbatchilik asosida faoliyat yurituvchi maxsus avariya ta'mirlash brigadalari elektr tarmoqlaridagi avariyalarni qisqa muddatlarda bartaraf etish choralarini ko'rmoqda. Eslatib o'tamiz, elektr ta'minoti masalalari bo'yicha 24/7 rejimda ishlaydigan 1154 qisqa raqamiga yoki hududingizdagi elektr ta'minoti korxonalari hamda mahallalardagi Telegram guruhlariga murojaat qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Ayrim hududlarda elektr tarmoqlarida yuzaga kelayotgan avariyalar sababli elektr ta'minotida vaqtinchalik uzilishlar kuzatilishi mumkin. Bu kabi noqulayliklar uchun iste'molchilardan uzr so'raymiz hamda elektr ta'minotini imkoni boricha tezroq tiklash bo'yicha barcha zaruriy choralar ko'rilayotganini ma'lum qilamiz. Shuningdek, barcha iste'molchilardan elektr energiyasidan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanishlarini so'raymiz. Ayniqsa, eng yuqori yuklama soatlarida zaruriyat bo'lmagan elektr jihozlarini o'chirib turish orqali har birimiz elektr tarmoqlariga tushayotgan yuklamani kamaytirish, elektr ta'minoti barqarorligini saqlash hamda uzilishlarni oldini olishga munosib hissa qo'shishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.